Hürmetli vatandaşım, yukarıda işki haberini görüp ettik. Endi özümüzün tahlilini yürgüzeyli. Evvelkileyli Arana Çağal ülkesine yaki Tibet'in janubunu Xitay tilide zanen deyildiken, Hindistan tilide Arana Çağal deyildiken, eğer biz bir yerden Hindistan'ı mı çetkik etip, Cungu degen bu hükümetini mi devletini mi çetkik etip, nokol halde Tibet ve Arana Çağal deyilgen muşurayını muamele kıldıgan bolsak, bu bir tutaş Tibet degellik olur. Xitay hükümet nime üçün Arana Çağal Tibet'ten dayıs Dalai kilişe karıştırdı demek, Tibet'ten dayıs Dalai özünün vataniga, özünün ziminiga ayak baskan buludu. Bu elbette Cungo üçün intayin zor tehdittir. Biz vatandaşlara sözlü geldiksimizi isimladı bolsa gerek. Bu yıl 1. ayının 15. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının alimi yaka professori tadqiqotchisi Phyllis Bari 1. ayının 15. günü Beijing'de bir muhakeme yığını katnaşkan vaqtı. Şu vaqtda Beijing'deki alimler ve başka siyasi adamlar nemi sual koydu. Arana Çağal ştatının Cungu'nun zimini işgalligi doğrusida Amerika Qo'shma Shtatlarının isbati bildirishini talab qildi. Aradan bir yarım ay vaqt o'tdi. Mana bugun şu Arana Çağalga yoki Tibetning janubidagi Tibetga, Hindiston kontrolligidagi Tibetga hozir Dalai Lama keladigan bo'ldi. Demek Dalai Lama özünün vatini Tibet'e, özünün tuprağına özü ayak basıdığan bol. Bu iş Tibet'in şimali kısmıya hazır. Xitay kontrollüğüdeki rayon qanday ta'sir görürsüz bunu bilmeymiz. Del muşundaq vaqtda biz sizlerge sözlep geldik. 2. ayının 14. günden başlap Şinjan rayonu, Türkistan rayonundaki özgürlüklerin hemmisini bir-birlep sizlerge sözlep geldik. Endi qaraymiz ki hazır Xitay hükümeti Angliya pul muamele gazetinin haberiga asaslanganda demek bu rayonga, yani mustamlika Uyg'uriston chegarasi, Afg'oniston chegaralanadigan chegara. Bu rayonga askar to'planyotdi degan gap. Maqsadim nima? Janubiy dengizda bu tarafga kengaymichilik qilish, g'arbda chegara, O'rta Osiyoga kengaymichilik qilish. Buningdan boshqa yana qayta g'arizing bo'lishi mumkinmi? Masalan, sen Janubiy dengizda hozir shu holga kelding. Endi Şərqdə, Qərb tərəfdə məsələn Uyğuristan'da yoki Şinjan'da sen vəziyyətni ciddiləşdirib, O'rta Osiyoga kengaymoqchi bo'layotgan bo'lsang, buningga Rossiya Sovetlar hukumatı yoki hozirgi Rossiya Federatsiyasi hukumatı qanday inkas qaytarishi mumkin? Bu narsani qo'yib turaylik. İkincide aytaylik ki, yana birisi 2. ayının 2. günü vatandaşlarga biz leksiya qilib so'zildik. Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi tayinlangan davlat ishlar kotibi rakistilleri üçün dal shu kuni Kengash palatasining guvohlik berish yig'indi, ya'ni tayinlashga munosabatli guvohlik berish yig'inidan chiqiblar. Tibet kişilik hukuk meselesi, Şinjan'da Uygurlarning kişilik hukuk meselesi, yani dini itiqat meselesi to'g'risida so'zildi. Tuncu bulup devlet işler katipliğine tayinlengen Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet işler katibi tellerisin tuncu bulup Tibet'nin dini itiqadı meselesi ve Şinjan Uygur'un itiqadı meselesine kızgaldı. Enendeki qaraymiz bu 2. ayının 27. günden 28. günü geçe Cungu Devlet İşler Mahkemesi'nin azası diplomatiyaga mas'ul azası Yang Jiechi Washington'da ziyareti oldu. Ben üzem tor betlerdi göremedim, lekin vatandaşlarımның bana yetkizgen haberge asaslanganda şu vaqtning özü, dal şu vaqtning özü Cungu'nun muavin tashqi ishlar ministri kimdi birisi Moskvani ziyorat qildi. Acayip ishlarga ne vatandaşım diqqat qiling. Ben yana sizga bir misolni keltiray. 2009 yili 1. ayının 18. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının sobiq prezidenti Obama efendi Aqsaroyda maxsus ikki odam yolg'izligidek tercüman ishlatmini bilmaymiz. Aqsaroyda Cungu'nun şu vaqtki reisi Hu Jintao'ni qabul qildi. Ikkilan ayrim suhbatlashdi. Kızığı şu yerdeki şu günü degidek 18. günü söhbet ayaqlaştı. 19. günü şu vaqtki Cungu'nun devlet işler mahkemesining a'zosi, diplomatiyaga mas'ul a'zosi Dai Bingo maxsus ayrı plan bilan Moskvaga yetib keldi. Nima ishlar bu vatandoshim? Siz uyan tahlil qilsangiz, bu yan tahlil qilsangiz nima ishlar bu? Endi alayli, yani yangidan bir aytganda
Yana bir xabarni aytganda, yangicha Washingtonni ziyorat qilayotgan vaqtning oldida edi. Yoki Jungoning muavin tashqi ishlar ministri Moskvani ziyorat qilishning oldida Moskva, ya'ni Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Morgulov Beijingni ziyorat qildi. Kishilar xabarlarda nima deyishdi desanglar, bu xabarlar degan gapi Morgulovning Beijing kelishi sat sistemasi Chaushanga, Koreyaga o'rnashtirish masalasiga munosabatli. Men hozirgacha o'tayotgan torbiyatlarning hammasidan boshqa yerlarda e'lon qilindi bilmayman. Hozirgacha Rossiya Federatsiyasi hukumati yoki tashqi ishlar ministrligi yoki davlat mudofaa ministrligidan hech qachon sat sistemasining Chaushanga ya Koreyaga kechiringlar, Koreyaga o'rnashtirishi to'g'risi ya bundaq bayonot ilg'onligini men ko'rgan yo'q. Torbiyatlarda undaq narsa ko'rmadim. Demek sağ sistemisi münasebetlik Morgulov Beijing'e keldi dese, bu sel haberini burumluq alıp bulamda qandaq. Nima üçün kelgenligini siz biz bilmeymiz. Keldi dese, haberini burumluq alıp bulamda qandaq. Biz hozir sizlarga vaziyatni tahlil qilyapmiz efendiler. Endi alayli hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Koreya ikki davlat birlashib, hozir Koreya yerim orli harbiy manevr olib beryapti. Koreya buning uchun 300 ming kishilik harbiy qo'shin chiqadi. Amerika Qo'shma Shtatlari buning 17 ming kishilik harbiy qo'shin chiqadi. Bular 3-oyning 1-2 kundan boshladi, 4-oygacha elib beriladigan bu manevr mezgilida bugun dushanba kunida Chaoshan 4 tane raketa qo'yib berdi. Bu raketaning 3i berib Yaponiyaning iqtisod rayoniga tushdi. Hozir Yaponiya buning uchun qattiq bayonot e'lon qildi, endan boshqa harakatda bo'lmadi. Jungomi nomus qildimi qandaq o'zicha bayonot e'lon qilib qo'ydi. Buni kelar qatimda leksiyamizda so'zlaymiz. Bu raketa qo'yib berdi. Hozir Sharqiy Shimoliy Osiyoda Chaoshan vaziyatni jiddiylashtirdi degan gap. Endi yan torbiyatlarda buning hammasi Duvi torbiyada xabar qildi deylik. 3-oyda o'sha oy ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Tillerson Beijingni ziyorat qildi deyildi. Buning biz rost yolg'onligini tushunmaymiz, lekin xabar e'lon qilinganligi uchun vatandoshlarga yetkazyapmiz. Ikkinchidan, ya'ni 4-oy ichida Rais Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qildi degan xabarni yana Duvi torbiyati e'lon qildi. Biz bu xabarlarni kelar qatimliq leksiyamizda Xudo xolisa kelar qatimliq leksiyamizda so'zlaymiz. Endi bu siz diplomatik berish kelishlarning munosabat doirasi kirom kichidagi diplomatik berish kelishlarning o'ziga qarasangiz bo'ldi, hurmatli vatandoshim. Endi Rais Xi Jinping o'zining ishligidan aytganda, Rais Xi Jinpingning subyektiv orzusida aytganda mo'shijil, ya'ni 9-oydan burun o cho'qim Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan ko'rishish kerak. Nima ish qadamsiz? Savol qo'ydingizmi vatandoshim? Chunki u prezident Trump bilan ko'rishmasa 19-qurultayga kerak bo'ladigan obrazini tiklolmaydi. 19-qurultayga kerak bo'lgan ishonchni turg'izolmaydi. Xo'sh, ko'rishid ekansiz, ishonch turg'izid ekansiz, obraz tiklaydi ekansiz. Uning uchun siz Amerika Qo'shma Shtatlari qaysi masalalarda yo'l qo'yishingiz mumkin, hurmatli Rais Xi Jinping apandi. Qaysi masalalarda yo'l qo'yishingiz mumkin. Men endi chetlagan holda xabarda chekinib turib, bugun tahlilimizda chekinib turib bir tahlil qilib qo'yay vatandoshim. 1945-yili Xitoyning Kuomintang partiyasi jangjieshi bilan Stalin, Rossiya, Sovetlarning hukumati, Stalin hukumati imzolagan Jungo Sovet Dostok ittifoqdoshlik shartnomasi. Vaqti 30 yil. 1945-yildan hisoblagan vaqtda 1975-yili tugadi degan gap. Vaqt tugadi. Endi bu ikki davlat o'rtasidagi masalalar emas vatandoshim. Bu shartnomani ayni vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tizimga olgan shartnomalar. Ikkinchisi 1950-yili 2-oyning 14-kuni Rus-Xitoy shartnomasi, ya'ni Stalin bilan Mao Zedong o'rtasida tuzilgan shartnoma. Buning agar vaqti 30 yil bo'lgan bo'lsa, demak bu 1980-yil ikki davlat o'rtasidagi shartnomaning vaqti to'shdi degan.
Bu yerda çoğ devletler o'tirisidagi mesele millet meselesi, bu diplomatiya münasebetleri meselesi. Siz bizning hisob daftarimizga bu yezilishi, yezilmasligi mumkin. Chunki siz bizde bunda kuch yo'q. Bu demek çoğ devletler o'tirisi ayni vaqtda shundoq bo'lgan ish ekan, o davomli qaldi tilga elinadi va davomli qaldi yoki tugash bilan yoki vaqt oxirlash bilan oxirlashidi, yoki qaytadan shartnoma imzolashidi, yoki vatanning egasiga qaytarib berish kerak bo'ldi. Bu çoğ devletler o'tirisiga nayt inchga, nayt nozik munosabatda. Nayt inchki, nozik munosabatda. Men yaqinda vatandoshlarga, masalan, Tibetlarga bunda muomala qilyapti, Xinjiangda, Sharq Turkiston bunda muomala qilyapti degan edim. Bugun shuning alohida ko'paytirilgan nusxasi degandek, yoki bo'lmasa ko'paytirilgan voqealarning qo'shilishi degandek. Nima ish qilyapti Xitoy hozir? Afg'oniston bilan Uyg'uristonning chegarasiga askar to'playapti. O tarafta nima ish qilyapti hozir? Hindiston Arunachal. Arunachalga puda Dalay Lamani elib keladigan Hindiston hukumatı amaldorlar, yuqori darajalik amaldorlar bilan Dalay Lama ko'rishdi. Hozirgacha bo'lgan araliqda Dalay Lamani Hindiston vazirining yoki Hindiston parlament boshlig'ining qabul qilganligini men anglab boqqan emas ekanman. Bundaq ish yuz bermagan edi. Bu qatim tuyuqsizlar Hindiston hukumatining oliy darajalik yoki yuqori darajalik rahbarlari Arunachalda Dalay Lama bilan ko'rishdi. Dalay Lama bilan uchrashdi. Demak, buningda bir yangi yuzilanish, yangi o'zgarish bo'layotganda qanday hurmatli vatandoshim? Shunda tahlil qilib kelamiz. Tahlil qilganimizda endi hozirgi vaziyatdan aytganda, mana shunda kelyapti. Uning ustiga endi Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining diplomatiya siyosatida yoki yaqindan biriki kishilik huquq-yu bu masala to'g'risida eg'izga olmadi. Hozir prezident Trump gapni oz qilib, harakatni ko'p qiladigan prezident bo'lib qoldi desak. Vaqtda biz o'tgan iltimosimizni o'tirib qo'ygan edik. Biz prezident Trump mezgilida, prezident Trump davrida Tibet masalasining, Xinjiang masalasi yoki Sharq Turkiston masalasining o'zil-kesal hal bo'lib ketishini umid qilamiz degan edik. Endi bu masala konkret holda o'tirg'i chiqayotgani yo'q. Biz faqat faraz va qiyoslarimizga asoslanib buni tahlil qilyapmiz. Tahlil qilyapmiz va